Mahmudjon bloger 007145 taqdim etadi. Ko'chalarni kezar edim darbadar, yo'llarimda to'ladir xavf-xatar. Yarim tungacha kutadi bir odam, u ham bo'lsa meni mehribonim onam. Qo'ng'iroq qilganda ishim ko'p deya, o'zgalarga bo'lsa vaqt topilardi. Qo'limda bo'lsa-da dasta gullar, lekin onamgacha yetib bormasdi. Yuribman axir qaysi yo'lda, o'zim ham bilmayman o'ngi so'lda. Vaqtim yo'q deb ajratmadim vaqtimni, unutib qo'yibman asl baxtimni. Onam mening mehribon onam, mehri ham menga beminnat bo'lgan. Ketganda yonimdan soxta insonlar, qolgani yonimda onam bo'lgan. Urilganda devorga boshing, izlab qolarsan sen sirdoshing. Eslaysan aytgan so'zlarini, to'karsan balki ko'zdagi yoshing. Yiqilganingda, turtilganingda, ketarkan hammasi tashlab seni. Lekin duoga uymushdi onang, qolarkan yoningda qo'llab seni. Urilganda devorga boshing, izlab qolarsan sen sirdoshing. Eslaysan aytgan so'zlarini, to'karsan balki ko'zdagi yoshing. Yiqilganingda, turtilganingda, ketarkan hammasi tashlab seni. Lekin duoga uymushdi onang, qolarkan yoningda qo'llab seni. Do'stlaring niqobini yechganda, sevganing o'zgaga ketganda, gullaring qo'lingda qolganda, yuraging azobda yonganda, ishlaring yurishmay qolgan kunlari, omad ham senga kulmay qo'yganda, shunda ham senga ishonchi baland, cho'qqiga eltadi duosi bilan. Jannatim mo'tabar onam, mehribon dildagi yagonam. Mana bugun sizni o'sha o'g'lingiz faxrlanishga endi arziydi. Allohim siz sabab ochdi yo'limni, hayot sinovlari ochdi ko'zimni. Mana bugun endi hammasi alo, onajonim sizga quraman saroy. Urilganda devorga boshing, izlab qolarsan sen sirdoshing. Eslaysan aytgan so'zlar